وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İlim degan nima? Ulamalar kim o? İlimning Allohdan qo'rqish bilan nima aloqasi bor? Ulamalarimiz bilan qanday muomalada bo'lishimiz lozim? Ulamalardan sodir bo'lgan xatolikqa qanday muomala qilamiz? Ulamalarga qanday uslub bilan nasihat qilindi? Nima sababdan ulamalar hujum obyektisi bo'ladi? Ulamalarning sha'nini xuluqlashtirayotgan kishilar kimlar? Buning orqasida kimlar bor? Musulmon bir millatning ulamalaridan ayrilib yashashi mumkinmi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lekal hamdu kema yenbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik la nuhsi sana'un aleyk ente kema asnayta ala nefsik. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dünyanın her qaysı joylaridagi ko'rman qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 20-bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümida ulamolarning haqlari, ularga qanday muomala qilish kerakligi, ularning so'zlari shariatga zid kelmagan asosda ularga itoat qilishning islomdagi o'rni qatorliq bir turli savollarda savol va javoblar ustida to'xtalamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz islomiy prinsipda ijtimoiy munosabat va shu jamiyatda ulamolar yashagan bo'lganlik uchun ulamolar millatning sarxillari va ularning yetakchilaridan iborat bo'lib, millat ular bilan qanday muomalada bo'lish kerakligi to'g'risida to'xtalamiz. Undan burun ularni, ya'ni ulamolarni olimlik darajasiga ko'targan ilm haqida qisqacha bir izoh berib o'tgan bo'lsak, undaqda ilm degan nima? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Sohbetimiz baştan ahir hazır kelgenge kadar ictimai cemiyetdeki en başlanış noktası olan aile, ayalның hak hukukudun tatip muş cemiyetimizden ki gövdesi içindeki bir tür, bir sınıf hesaplanadigan alimlarning hak hukuku alim bo'lmaganlarning alimlarga qarata muomala qilish usullari, ya'ni bularning haq huquqi alimga qarata. Bu haqdagi suhbatni bugun boshladik. Biz alim ulamolar babiga kirishdan ilgari ilm haqida to'xtalish to'g'ri keladi. Ya'ni sizlarning so'ragan savol bo'yicha. Endi ilm bir umumiy hukm. Yani insan hayatta yaşagan iken aldığı duş keladigan barliq işlariga bir tabirga lazım buludu. Tabirga ehtiyojliq yani. Çünkü insan o kadar qiyinchiliklarga duch keladi ki ma'naviy moddiy, o kadar yeshilmagan murakkab masalalarga duch keladi ki agar mushu masalalar haqida bir ma'lumotga bir uçurga ega olmaganida hayotida meyli dunyoda olsun yoki dunyodan ketgandan keyingi natijalarda olsun salbiy natijalarga erishib qolishi mumkin. Mushu temada Qur'oni Karimdagi bu oyat bir oyat mening bak diqqatimni tortdi. Alloh subhanahu va taolo insonni zaminga yaratgan yoki yaratadigan vaqtida malaikalarga shunday xitob qiladi. İnni ja'ilun fil ardi halifeten. Yani ben ziminde
bir top kişilerini yaratmakçı, yani bir izbasarlarını yaratmakçı, ya ki Allah'a vekillik kılıdığan, zeminin nöbetdeki vazifesini üstüge alıdığan bir top insan yaratmak degen vaqtida insanның karakteri, tabiatini asas qilib turib, malaikalardan şunda bir sual kıldı. Yani insanның tabiati, karakteride birisi-birisini öldürüş, birisi-birisini qanini töküş mesela. Bunda bir ahval ba. İken mesela siz yaratılgan bu insanınki. Ama biz malaika buluş süpütümüz bilen sizlarga ibadetin başkını qilmaymiz. Bütünlay vazifemiz sizlarni ulug'lash, sizlarni muqaddaslash. Bu insanның yaratılış sebebi ne? Yani insanның malaikalarga berilgan uçur yoki malaikalarning inson haqida biladigan noktası insanның tabiatidagi bir xarakter meselesi. Şu vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala insanның malaikalarga o'xshamaydigan bir tarafini o'ttirib ep chiqish orqali insanның ziminde yaşashga haqliq bir maxluq ekanligi. Allahның insonni yaratishda o qadar bir hikmetning borligini malaikalarga tushungan. U o'zi nima desa, Qur'oni Karimning şu vaqalik, şu bayonlar so'zlanayotgan sahifasida bunu oyatlar ifodalanadi. Va allama Adama asma'a kullaha. Yani insonga bir narsa o'rgatdi deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani biz insanın alohidligi, malaikalarning oldida ko'rsatilgan bir alohidlik sifatida o'tirib qo'yildi-da, bir narsa o'rgatdi ifodasi. Biz mushadin biraz diqqatimizni malaikalar dünyasıga biz biladigan derecedeki andakin dünyada bizden birga yaşayotgan insonning boshqa maxluqlar dunyosiga diqqatimizni tortgan vaqtimizda manda bir nuqtani bayqaymiz. Malaikalarningki bir xil tabiat yaratilganligini, Qur'oni Karimdagi malaikalarning sifati var ya, ular faqat Allah buyurganni qiladi. Allah'ın buyrug'ini bo'lmaydi, asi olmaydi. Yaf'aluna ma yu'marun, sunama va la ya'sunallaha ma amarahum. Ma şekilde malaikalarning tabiati bizga bildirilgan. Malaikalar shu bir xil yaratildi. Yaratilgan şekilde ularning hayoti davom qiladi. Allah iroda qilgan xalqan chaqqicha, Allah yo'q qilishni xalqa vaqtda shu peti yo'q qiladi. Malaikalarda boshqa o'zgarish yo'q. Yaratilganda qanday bo'lsa, o ularning hayotidagi vazifasini ijro qilin shu shaklda bo'ladi. Endi hayvonlar dünyasıga qaraganimizda, hayvonlar dünyası tug'ilgan eng kichik bir hayvonning tabiatida uning hayotda qiladigan vazifasi yoki yashaydigan bir muhitiga moslashgan bir holat bor. Bu holatdan ya yuqorilamaydi, tuvalmaydi. Ya'ni taraqqiy qilmaydi hayvonlar. Bir toshbaqa o'zining tuxumidan chiqiblam dengiz tarafiga qarab minish bir programması var toshbaqada. Bo'lmasa onu saqlab turgan, yeymen deyotgan ba'zi hayvonlar bor. Janubga uchib borgan qush, tug'ib qo'ygan tuxumdan chiqqan chuchuq qush, uchqudagi bo'lgan vaqtda shimoldagi yurtiga qaytib keladigan bir vujudida xarakter bir programma bor. Hayvonlar o'zidagi yaratilgan bu xarakterdan xaliqib bir harb yoki bizga o'xshash bir narsa o'rganmaydi yani. Bu alohidlik yo'q. Ama insançı. İnsan ne malaikalar dünyasıga o'xshamaydi, ne hayvonlar dünyasıga o'xshamaydi. İnsan dunyoga quruq tug'iladi. Ügünüş orqali taraqqiy qilib odam haqli yetmagudek natijalarni qo'lga keltira oladi. Ya'ni yuksala oladi. Ügenmeslik orqali o'zining normal hayotini yashayanmagudek darajada tuvallaydi. Şumaşqa insan ügünüp haqiqiy olim bo'lgan vaqtda o malaikalardan darajasi yuqoriladi ki Allah şu oyatning oxirida malaikalarni insonga sajda qilishga buyuruydi va inson malaikalarning hammasi qanday qiladi? Sajda qiladi, şey iblisdan boshqa. Ammo inson ügenmey dunyoda hayvondan beter holatga tushadi ki o'zi kim dunyoga nima ishga keldi, nima uchun bu dunyoda yashaydi, ne ketyapti, nima ish qilishi kerak, buni o'qimaydi. Bular qanday tasvirlanadi Qur'onda? Ulaika kal an'am bal hum adall. Ular hayvondan tuvan tasvirlanadi. Yani inson Allah subhanahu wa ta'ala shunda yaratdi ki ilim bilan inson malaikadan ulug', malaikalar sajda qilgudek darajada hurmatga ega. İlimsiz
hayvandan mı tüven? Çünkü neymiş ki ilim diye keldik emasmı? İnsanın bir geçmişi var, yani ötmüşü var. İnsanın bir uğurlaştırılgan bir cayı var aslında. Yani cennetten ibaret. İnsan hatalık tüpeyledin cennetten zamanға düşürüldü. Zemin insanga nisbeten bir imtihan meydanı olup bekitildi. Zeminden çıkandan kin insanın barada gayırı var ve zeminde yaşayan muddetki kılgan etkini boyunca özünün hisabatını toluk tapşırıp aladı. Bu bir jarayan. Bu imtihan meydanında insanın uçraydıgan türlük meseleler var. Bununla cevap lazım. Türlük kıyınçılıklar var. Bununla cevap lazım. İnsan dünyada yaşayışta maddi cəhətdə, manevi cəhətdə dünyada yaşaşqa tegishlik ishlarda ve dünyanın ketkendiğin ki ular duch keladigan masalalarga qarata tayyorlik qilishda har narsada ma'lumotga ehtiyoji bor. Şu ma'lumot bilim. Yani insanın özünün nereden kelganligini tunish bir bilim. Egisinin kimligini tunish bir bilim. Özünün nerede yaşayotganligini bilishi bir bilim. Dünyada nimaga duch keladiganligini bilishi bir bilim. Düşman kim, dost kim bunu bilishi bir bilim. Düşmanning qilayotgan düşmanliklarga qanday taqobil turishni bilishi bu bir bilim. Hayotda yashashga tegishlik moddiy jihatda o'zining turmushini qamdaydigan sohalarda nima ishni qilish kerakligi, qanday qilib haloldan o'zining turmushini kechiradi, buni bilishi bir bilim. Ve özü ketayotgan o dünyasiga qarata qandaq tayyorlik qilishni bilishning o'zi bir bilim. Mushu bilimni inson qanchalik bilsa, shunchalik tayyorlik qiladi, shunchalik bexutlashmaydi ve o'zining kimligini aniq tunib yetadi, ne ketayotganligini tunib yetadi, mengayotgan har yo'lida, har qadamida oladigan qadamiga diqqat qiladi. Ve özünün kelgüsü de selbi neticeye erişip kalmaslık için dikkat kılıdı yani. Arapçadaki ittaka dediğim bir fiil var. Bunu biz takvalık deb alamiz. Yani her işe dikkat kılan insan Kur'an'ın ıslahida nima o? Takva insan. Dünyadaki müşkilatlardan sağ salamet atlap öteleydiğen takvanın manisi ve kıyamet gündeki hesaptımı yaman ahvalga qilishdan saqlanadigan inson. Bu orqali Allohning g'azabidan saqlanadi ve yomon oqibati bo'lgan do'zaxdan ham saqlanadi. Shunlashqa hayotda bir insonning qanchalik ishlarga diqqat qilishi, qanchalik bir narsa bilishiga munosabatlik. Bilmagan inson diqqat qilmaydi. Bir misol olsam, bir xatarlik o'rmonlikqa kirdik. Ormanın her taraflarında xatar var. Biz sağ-salamet mağalaydigan bir ya iki yol var. Nerede xatar var, nerede xatar yok. Qaysi qadamni alsa sağlam mangılı buludu, qaysi tarafta çıpırdıgan orak var, yoki dasapirdigan mina var. Bilgen adam algan her qadamiga diqqat qiladi. Bilmagan odamchi diqqat qilgandek ko'rinadi, diqqat qilolmaydi. Tushib ketib qoladi. Mana bu yerdeki ilimden murat insan hayatta, yaşaşta ve bu hayattaki vazifesini ada kılışta ve bu vazifeden sağ salamet bir şekilde imtihanını cayda tükütüp o dünyaya muvaffakiyetlik bir şekilde imtihandan ötken bir şekilde ötüşte kereklik olan her şeye karta malumatını bilişi, hakiki şekilde düşünüşü mana bu ilim buludu. Muşu noktasını bilgen adam neme hesaplanıdı? Alemi hesaplanıdı. Allah razı olsun. Hem yukarıdaki enaklimeden yani bir sual doğulduk Allah'ımda. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İnnemâ yekşallâhe min ibâdihil ulema. Xudu bu ayette Allah'tan korkuşunun ki ilim bilen ciddi bir münasebeti badek. Benim bayattan bergen cevabının ahirisiga tam çıkıvatkan mana bu. Ayet nimdeydi? Allah'tan ölüma bendileri korkuttavat. Ben ölümanı nimde hep şerhiledim baya. İlim ilgileri. Özünün nimiş kılış gerek ikenligini bilgen şahıs. Bayat ağa misalimle tekrar alıma bu yerde. Yani ormanda manga adam xatar urullarını bilgen, sağlam yol qaysı bilgen adam bek dikkat kılamdı. Yoki bilmegen adam mı? Tabii bilgen adam.
Bizning nima ish qilishimiz kerak? Ma to'salg'ini qanday o'tishim kerak? Ma xatolikqa qanday tushib qolmasligim kerak? Buning oqibati qanday yomon bilgan odam diqqat qiladi bunga. Bilmagan odam qanday diqqat qiladi? Shunga shu oyatda Allohdan faqat Allohning bilgan bandalari qanday qilyotidi? Qo'rqyotidi deydi. Qo'rqudi deydi. Endi bir oyatda bor ya, dozaqqa kirib qolganlarning dozaqqa kirgandan keyin o'zining ahvoliga bergan bir ahvolini Qur'on bizga hikoya qilib, nim deb o'zining ahvoliga o'zi qanday baho berdi dozaq ahli desa? Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis. Bilsak deydi. Hey ise bilgan bo'lsak, tushungan bo'lsak, anglagan bo'lsak, nimaga kirib qolmaydik deydi. Yani bilim, ma'lumot, bilish bir ishni bizni to'g'ri ish qilishimizga turtki bo'ladi, bizni yetaklaydi. Bilmagan odam qanday to'g'ri qilsin? Yuqoridagi oyatning umum mazmunidan hamda olimning Allohdan eng yuqori saviyada aymindiganligi, hayo qildiganligi, qo'rqadiganligi, bilganlik sababi bilan dunyolik ishlarni oxirat ishiga bog'lab tushunganligidan dunyoda nijotlikka erishib, oxiratda Janob Allohning azobidan qutulib rahmatiga erishdiganligi. Ya'ni buni tushunib yetgan bo'ldik. Hamda o'limalar bilan qanday muomalada bo'lish to'g'risida azroq to'xtalib o'tsak, chunki insonlar o'limalarga bo'lgan qarashi, ya'ni insonlarningki har turli bo'ladi. Ba'zilar o'limani hech xatolashmaydigan o'shunday inson deb tushunsa, masalan 100 ishdan bir ishni xato ya bir so'zni xato qilib qolsa 99 ni e'tibor qilmasdan bir ishni tutib oladigan, masalan hech xatolashmaydi deb qaraydigan insonlar. Yana ba'zilar ularning hech qadrini qilmaydigan, palani olim mundoq dedi, maishning hukmi mundoq ekan desa, o olim bizga o'xshash insonga putqo'li o'xshash nim farqimiz bor deydigan, qadrini tushirdigan. Ammo shundoq kishilarmi yo'q emas jamiyatimizda. Endi mashu haqda bir millat o'limalar bilan qanday muomala qilish kerak degan bir savol kalam kelyapti. Boshqa ozroq izohlab o'tgan bo'lsak. O'limalar, yani o'limalik o kadar hürmetli bir isim, hürmetli bir nom ki, Peygamber Aleyhisselam o'zining mirosxo'r qilgan. Hadisda o'limalar Peygamberlerinin nimesi miras. El-ulema varasatul enbiya. El-ulema varasatul enbiya. Sizning so'g'an savol bo'yicha o'limalarga qanday muomala qilish masalasiga kirishdan ilgari shu o'limalar mirosxo'r bo'lgan Rasulullohga qanday muomala qilish haqida bir narsani o'tirib qo'yish to'g'ri keladi. Buning o'rniki Rasulullohning hayotida Qur'on oyatlari orqali ifodalangan nurg'un taraflari bor. Yani bu yerde iki nokta var. Birisi Resulullah'ın insanlığı. Ma'sum bir tarafı var, onu ikinci sözleyimiz. Resulullah'ın insanlığı. İlahlaştırılış meselesinin altına eliniş meselesi var. Peygamber Aleyhisselam bizlerge dini meselelerini bayan kılgan vakitte Allah'tan kelgen ayetke tayinadı. Ondan keyin kelgen vehiylerge hadis sübütüde tayinadı. Ayet ya hadis yok yerlerde ulemalarınki köpüncüsününki sahih fikirleri boyunca ayet hadistin ağan düşüncesi boyunca ictihat kılıdı. Eğer köpünç Resulullah'ın ictihadı doğru hata oturusda emas, evla ya ki caizinin oturusda buludu köp hallarda. Muşu ictihadatı mı doğru olsa vehiy onu tasdiqlab hesab buludu Resulullah'ın şu qilgan ictihadatı sünnet tariqasida. Eğer hata bo'lib qolsa vehiy onun darhal cevap qaytaradi. Buningdan Resulullah'ın hayatida hozir müşahadaslarga aparalaydigan misalim ikki o'rnak. Birisi Abdullah ibn Maktum sahabalardan birisi ama sahabe. Resulullah boshqalar bilan bo'layotgan bir vaqtda ama o'g'achqa bilmasdan Resulullah'ningki aldirash ekanligini Resulullah'ning qashig'iga keldi. Resulullah şu vaqtda nimadandir Qurayshning cho'nglari bilan bo'layotgan bir mezgil bo'lgan bo'g'achqa bir xil kayfiyati boshqacha bo'ldimi? Bir chiroyi turildi. Ama sahabaga. Allah şu vaqt ayet orqali Resulullah'a raddiya berdi.
Yani Resulullah'ını ayıpladı. Maxsus bir süre muş vaqalikning ismi bilan tilga ataldı yani. Abasa ve tevella en ca'ahul a'ma. Yani Resulullah ne Kur'an gerçi addi iş olsun mu? Reddiye kıldı. Red kıldı yani bu yerde. Maqaga işini. Yani bir kıtım bir uruş, ganimet, o esir meselelerini bir taraf kılışta Andikin uruşqa chiqadigan araliqdagi chiqqan sahabalarning orasidagi ba'zi masalalarni bir taraf qilishda Rasulullohning chiqargan bir hukmini Qur'on rad qildi. Afallohu an lima azinta lahum. Ikki ishni Qur'on Rasulullohning qilgan ishini yaxshi emas dedi yani. Nima uchun Rasulullohning bu ahvollar sodir bo'ldi? Rasulullohning insonligini bizga qanaqa qilish aslidir. Gerçi ma'sumlik haqida keyin so'zlaymiz-da. Ama Resulullah'ın ilahlaştırılmaslığı insanlık derecesinin kötürülüp mukaddesleştirilişinin aldığını eliş için bu ahvalla bizge Kur'an arkalık Resulullah'ın emeli hayatı arkalık bizge bayan kılındı. Yani Resulullah'ın insan sıfatı bir yerde mukarrarlaştırıldı. Çünkü insan olmasa insana peygamber olamaydı. Hem de Resulullah'ın ahvali maçta olan iken biz alimlerimizin ahvalıga, Resulullah'ın ki mirasxo'ri deyilayotgan alimlerimizin ahvalıga kesek, ölümalarning qarta qanday muomala qilishda men menda bir jumlaga yig'inchoqlay. Ölümalarning ki insonlik shaxsiyati asla muhim emas. Bu yerdagi muhim narsa ölümalar üstüde götürüyotgan bir ilim ve ulumalik obrazı. Yani men şunu demekçi ki ulumala şahsiyen asla ve asla mukaddesleştirilmesligi gerek. Mesela men bazı tabiatını yaxshi ko'rmasligim mumkin. Bazı ulumalarning shaxsiyatini yaxshi ko'rmasligim mumkin. Yoqmasligi mumkin bana. Ama onun epmengayotgan bir salohiyati var, bir obrazi var. Vekillik kılayotgan bir tarafi var, yani simollik tarafi var. Ben şunun için onun hürmet kılışım gerek ve şunun takazzasında onun gaplarını anlaşım gerek. Yani ölüme şahsiyen mukaddesleştirilmesligi gerek ama ep menguatkan, vekillik kılayotgan simollik tarafları obraz, yani vekillikliki mao itibar kılınış gerek. Senin soğan sualda birisi ulamalarni favqulodda muqaddaslashtirish. Birisi ulamalarni ko'z kelmaslik. Mening beradigan javobim shuki, ulamalar bu yerdagi muhimi ashxos, shaxslar muhim emas. Vakillik qilayotgan ish, bilim, yo'l muhim. Qachoniki kishilar orasida yuzlik, obrazlik, jamiyatda yetakchilik qilyapti degan bir ulama yo'ldan eziblam qolib qolsa, bizga nisbatan onun qilchilik nima olmaydi, qimmat olmaydi. Chunki bizga nisbatan onun qimmati onun shaxsiyati emas. Onun vakillik qilayotgan nimasi? Yani small xarakterlik etmeyotgan bir obraz var yani. Aşı obraz bizga muhim ma'u. Agar unda olmaganda jamiyatda qattiq cho'ng o'ringa ega bir o'lima bilan eng tuvan tabaqada deb qaralayotgan bir kishiningki hamma yeri o'xshash. Badanda eqiyotgan qon o'xshash, uni ko'tarayotgan so'ngak o'xshash, badandagi go'sht o'xshash, hamma narsa o'xshash. Şoň bizge nisbeten şahsiyet muhim emas. Onun özünün şahsiyligi, yani özüni, adamligi muhim emas. Onun vekillik qilayotgan ilmi muhim. Muşu noktadan bizning ulamalar tutilgan pozitsiyamizda onu muqaddaslashtirish yo'q. Mutlaq bir şekilde ve yoki odatdagi odamga o'xshash butlay qanaqa qilitish yo'q, shu etish yo'q. Yani mesele ular menayotgan yo'l meselesi, ular davatkan söz, ular epkilayotgan fikir ve tutuyotgan pozitsiya meselesi. Bunun hürmet qilish kerak. Bu nelaqi texmi tushunishlik uchun deyilsa, masalan bugungi davlat odamlari ichida, siyosiy ishlarda bir maqom bor. Protokol deb qo'yamiz. Şu maqomga loyiq shaklda muomala qiladigan bir protokol var. Sen gerçi bir davlatda davlatning raisiga öktüçülük qilayotgan qarshi adam bo'lsangmi, ama sen bir davlatning fuqarosi bo'lish sifating bilan
sening aşu maqamga qarata protokolda deyilgan, bir ko'rsatilgan bo'yicha hurmat qilish bir majburiyating bo'ladi. Men mana misol uchun davatime bu gapni. Sen onunla karşı, lekin senin reisin oğalık tüpeyledin, kırıktıkçılık barlık hürmetini kılısı ya. Bugünkü gayri İslam boğan devletlerden mesela. Şunların arasında bunçilik kıymet karaş. Bizim Müslümanlarımızın arasında muşunçilik kıymet karaşının bombağallığı insanı tutulandırıyordu. Göz aldıdaki o insanı normal bir insan bolsun mu, lekin vekillik kılıvatkan obraz o normal insan emez. Demek aqidasi saqlam, axloqliq va taqvodor bir olimni payg'ambarimizning varisi bo'lish sifati bilan uni to'van ko'rishga bo'lmaydiganligi, shundaqla aynı zamanda uni hech xatolashmaydigan darajada muqaddas deb prensipten halkıgan şekilde mukaddesleştirişke asla bo'lmaydiganligi. Bizim aldığımızda hiç kim mukaddes emez. Bizim aldığımızda mukaddes nesi prensip. Bu nokta asla ve asla kalbimizden çıkmaslıkımız gerek. Yani biz otur hal yol tutuş gerek bu yerde. Şahsi mukaddesleştiriş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masum. Kalan insanlar masum emas. Başka insanlar masum emas yani. Yani bu köpünçe ahvallarda murt toplaydıganların oturusunda buludu. Yani prensipten halkagan bir şekilde insanı mukaddesleştiriş. Onun gibi bizim dinimizin prensiplerine, milletinin, Müslümanların menfaatine zıt bolsun, onun şahsi mukaddes oğanlığı koşullam, onun digen her gibi makbul, ya onda iş yok bizde. Yani bizde eşhas mühim emas, efkar mühim. Şahıs mühim emas, fikir, tutkan yol, prensip mühim. Aşıp fikri, tutuvatkan yolu tüpeyledin, onu asla pesleşkimi, tüelleşkimi bulmaydı hatta. Eğer şahsi hatalık yüzünden, onun A tarafıga qanaqay hücum qilishga asla bulmaydı. Allah razı olsun. Eğer bir alimdin bir azroq xatolik sodir bo'lgan vaqtda qanday muomala qilish kerak endi? Alimdin xatolik sodir bo'lib qolsa, agar xatoligi normal shaxsiyati nuqtasidan, shaxsiy üzgü münasebetlik prensiplik xatolik emas, deyilayotgan yoki o'tirib qo'yayotgan fikrdagi xatolik emas, shaxsiy xatolik bo'lib qolsa, xuddi boshqa odam xatolik o'tkazsa, ko'p hollarda yo'gashga buyurilgan dinda bu hammadan biladigan bir qoida. Boshqalarning o'tkazib solgan xatoligi yo'gilishi kerak. Bu şekilde yo'gilishi kerak. Agar ketayotgan yo'lida prinsipidagi xatolik bo'lsa, xatolikning xarakteriga qaraymiz. Agar o xarakter o yaxshisini o'ylab turib, qalbi sog'lom turib, men to'g'rini izlayman deb turib xatolashgan bo'lsa, o chiroyli tuzilsa bo'ladi. Ammo mesele mesela köp hollarda yuz berdi bunda ahvollar. Ko'pincha diniy olimlarni jamiyatga ta'siri yuqori bo'lg'achqa tarixdan buyon siyosatchilar masalan davlat kishilari devletler o'zining manfaati uchun, siyosiy manfaati uchun ish qiladigan ahvollar bor. Ya'ni mana shu vaqtda olimni o'zining diniga, o'zining musulmon xalqiga xiyonat qildirgan ahvollar bor. Bunda ahvol bo'lib qolsa, u vaqtida o'ziga yarasha muomala qilinsa bo'ladi. Masalan, ba'zi vaqtlarda olimdan yoki ulamodan so'zda yoki ish harakatda yuqorida o'tgandek azroq xatolik sodir bo'lsa, buni insonlar sabr qilolmasdan yo'gashga buyurilgan-ku aslida. Olimning emas, olim normal bir insonning ijtimoiy aloqa munosabatida bir xatolik sodir bo'lsa, uni yo'gashga, aybini yepishga buyurilgan. Ammo bugungi kun kelgan vaqtida sotsial mediada bo'lsin va boshqa media kanallarda olsun, onu yiyip, içip, şu mezkur hata, kichik hata tutup qilib turib, onu yaydigan gap endi. Ammo shunday ishlarni musulmon qanday qilish kerak? Bugungi zamonimizda biz bexudlashyapmiz, kishilarimiz, xalqimiz bu nuqtaga alohida diqqat qilmayotdi. İctimai aloqa vositalari bugungi kundagi bizga nisbatan bir fitnaning manbasi bo'lyapti. Bizga nisbatan bir musibat bo'lyapti. Aslidagi prinsipda men bayatdan deb o'tganimda kishidan yuz bergan bir xatolik o'lma emas. Eng oddiy bir odamdan yuz bergan bir xatolik apu qilinish yo'gash prinsipi bor. Yeyish prinsipi yo'q.
Bugungi kunda ijtimoiy aloqa vositalarida o'zining kimligini yushirish, musulmon to'g'ri gapiryapmiz. Dushmanning bu haqdagi yilisi taqkamidi. Dushmanlar aramizga fitna taqitish, sepimizni bilish uchun ular kuchayotdi barliq kuchini ishga solib. Ammo men hozir xitobni o'zini musulmon deyotgan, ammo masalaning xarakterini bilmasdan, masalan, ijtimoiy aloqa vositalarida o'zining kimligini yushirib, boshqalar ko'rmaydi, mening kimligimni o'qimaydi deb, boshqalarning o'qib qolgan azroq shaxsiy xatoligini o'rtaga chiqib, ijtimoiy aloqa vositalarida buni yeyib rasvo qilish bu kechirilgisiz bir xatolik va bizning beshimizga kelgan bir musibat. Buni men kichkina bir jariy tafsilotiga kirsam, sen shu rasvo qilib uni yo'q qilmoqchi yoki xalqning orasida uning ayblarini yaymoqchi bo'lgan yoki yaygan shu o'limaning bir insonchilikda bir xatolik edi. Madam o'zining prinsipida xatolashmagan bo'lsa, ketayotgan yo'lda xatolashmagan bo'lsa, o'zining diniga, ummatiga, millatiga xiyonat qilmagan bo'lsa, ammo shaxsiy xatolik qilib qolsa, sen uni yeyish orqali, ya'ni kishilik bir xatolik qilib qolsa, yeyish orqali uni rasvo qilgandan keyin qanday ahvollar yuz beradi? U bir olim, o'zining dini uchun xizmat qilaman deydigan bir olim, o'zining vatani uchun xizmat qilaman deydigan olim, balkim millat uchun o'ylayotgan bir planlar bor. Yoki atrofida uning yaxshi vaznasiyalaridan yoki yetaklashlarining natijasida yetaklanib ketayotgan bir kishilar bo'ladi atrofida. Sen heliqi uning ayblarini echib o'tish orqali balkim planlarini butunlay sug'urchilashtirishi mumkin. Kelgusida ummat uchun qiladigan cho'ng planlarini atrofida shuning bilimidan manfaatlanib to'g'ri yetaklanib ketayotgan kishilarni uningdan qochirib o'tish mumkin. Tamam, qochirib o'tdingda, shu qochirib o'tgan kishilar yoki uning soğuçlaştırılan planını qiladigan yana birisi bo'lsaydi, tamam, sening jinoyating biroz yengillaydi. Agar shuning qilmoqchi bo'lgan ishi kelgusida o'zida chiqib qolsa, ummatga, millatga ajoyib katta bir ahamiyatli ishlar bo'lishi mumkin bo'lgan bir ishlari yoki atrofidagi tarbiyalanayotgan, yetaklanayotgan kishilarningki tarbiyalanish, yetaklanish orqali kelgusida ummatga, millatga foydali bir ishni o'zida chiqish mumkin bo'lgan bir ishlari shu sening aybini ochqanliqning sababli to'xtab qolsa, balkim qiyomat kunisi hayotingdagi butun qilgan yaxshiliklaringni sarf qilibmi, ma xatoligingni, ma jinoyatingni sen yuvib bo'lmasliging mumkin. Bu intayin xatarlik. Bunda bir hadislar bor. Hadisning arabchasini o'qishimning hech hojati yo'q. Bu hadisning yana bir mazmuni o'nim qo'yib qo'yay. Qiyomat kunisi sen o'ylamagan tog'dek bir xatoliklar qiladi. Bu hadisning baş mazmunida o'ylamagan tog'dek ajrlar keladi. Sen hech o'ylamaysan, bu nerdan qilgan ajr yaxshilik? Men qachon qilgan bo'g'aytim? Hayotda ko'zga ilmagan kichikgina bir yaxshilik qilgan. Sen kichikgina yaxshilikni faqat bak cho'ng o'ylab ketmay qilib qo'yib ketding ixlos bilan. Bu yo'g'inab ko'payib, uningdan u vosita chiqib, buningdan bu vosita chiqib, masalan, misollan desam, sen hayotingda bir ishga o'chig'iz gaping bilan yoki nasihating bilan yoki kichikgina bir qilgan iqtisodiy yordam bilan bir bolaning shunda to'lanmay qolgan o'qish pulisi yoki o'qishsiz qolib qolish, girdov kelib qolgan o'qishini shunda davomlashtirishga sabab bo'lib qolding deyli masalan. Bu ish sening necha oydan keyin esingda qolmaydi endi. Chunki cho'ng ish emas sening nazaringda. Ammo shu bola kelgusida o'qib, olim bo'lib, o'zining diniga, millatiga, ummatiga yaramli ishlarni qilib, hatto vatining shu orqali azotib qolgudek, vatining da Allohning kalimasi shu orqali ustun bo'lib qolishga sabab bo'lib qolsang, sen to'ymaysa qiyomat kuni oldinga Uhud tog'ining cho'ng katta hasanatlik keladi. Sen to'ymaysa nerdan kelding? Ash kichikina ishingdan. Tam buning aksi nuqtasida, ya'ni aksi yo'linishida sen ko'zga ilmagan bir ig'iz tweet deyli, bir jumla Facebookda yozgan, WhatsApp to'plarida yozgan bir jumla so'zang deyli. Sen o'ylamaysan, oddiy so'z qo'y. Şu bir sözün tüpeylidən, belki qiyomat günüsü aldığında Uhud tığının çoğun bir cinayetini, günahını, masiyetini kuruşun mümkün. Öyle bitemeyse o vaxtda, ben bunda çoğun cinayetini qılmağandım deyse. Halbuki şu vaxtdaki addi bir ağız sözün şu cinayetinin 101'işige,
Qiyomat kuni shu jinoyatning oldinga tashlanishiga sabab bo'lgan oddiy bir jumla. Şoňaşqa şu ijtimoiy aloqa vositalarida şu yaqinqi bir necha yildan buyon şu vositalar taraqqiy qilgandan keyin bo'lib atgan o'zaro bir-birlariga hujum qilish, ba'zi gap so'zlarni yugutish, masalan, hatto aqallisi musulmonlarning ichidagi u millatlar bu millatning o'tirdagi ba'zi ziddiyatlar, u guruh, bu guruh, u jamoat, bu jamoat, u tashkilot, bu tashkilotlarning o'tirsidagi ziddiyatlar shu bir eg'iz, bir tal jumla yollagan bir dana Facebook'taki yollanma, bir dana tweet, bir eg'iz, bir minutlik söz muş narsalar sabab bo'ladi. Şoň buningda her adam özünün etrafında degan her sözünü yazıp turadigan ve sözünün neticesinde, yazdıgan yazmamızın neticesinde, yollagan yollamamızın neticesinde kelip çıkan bütün selbi akıbetlerinin hemmini muşunun üstüne yazıp turadigan bir periştinin varlığını, kıyamet günüsü hemmesinin aldığı kiladiganlığını çokum esleş gerek. Bu işler bizning millette tügütiliş gerek. Bulup mu? Ummetning sarxillari, milletning sarxillari yeteklep ketayotgan kişiler, alim, ulamalar mesela. Bular kelgan vaqtda biraz texmi bekroq qana qilish kerak, hazır eylash kerak. Chunki men bayatdan degan kutilmagan, o'ylamagan cho'ng salbiy natijalar mushlar haqida bekroq yuz berish ehtimoli bek cho'ng. Undaqda alim, abiddan fazilatda ortiqmi? Yani bazı nimalarni bayon qilib o'tgan bo'ldik, ammo fazilatda normal bir ibodat qilayotgan yoki obiddan olim fazilatda ortiqmi? Buni so'rasam. Endi olim bilan obid masalasi, olim bilan obid masalasi ay bilan osmondagi ay bilan sus chiqayotgan bir yulduzning masalasi bilan qana qiladi, o'xshaydi. Bu ikkisining o'tirida bek cho'ng farq bor. Bu yerda sizlarningki abid degan so'zning maqsad qilinayotgani o'zining hayotda yashash jarayonida qimmoqchi bo'lishini bilmaydigan. Ama o'zi ixlosman. Ko'nglida yomonlik yo'q. Allohdan qo'rqadi, o'zining millatiga sodiq, lekin nimish qilish kerak ekanligini uqmaydigan. Yani benim maqsadim abiddan, yani Allah'ın beş namazını o'qiydigan. Yani demakchi o'g'lim shu. Tahajjudni o'qiydigan. Kim jamiyatda yaxshi ish deb bir ish o'rtaga chiqarilsa, shuni qiladi. Namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi. Jamiyatda umumyuzlik voy maosh qandaqda yaxshi ti deb bir ishlar o'rtaga chiqsa, shuni qana qiladi? Qiladi billah. Mana buning ismi abid. Buni alaqa namoz noqtasi qilam qana qilish, to'xtatib olish biroz balkim buning ma'nosini yo'qotib o'tish mumkin. Masalan, bir kishi bor. O'zining nima ish qilishini o'qimaydi. Uni kallasida ma'lumot yo'q, yo'l xaritasi yo'q. Lekin jamiyat qaysi ish yaxshi deb o'rtaga chiqsa, jamiyat yaxshi demlar qaysi ishni qilsa, shuni qiladi. Buni biz arabcha atalg'ida nima deymiz buni? Muqallid deymiz. Taqlidchi. Ama alim deganchi. Alim degan oladigan har qadamini qana qiladigan, biladigan degan gap. Buning o'tirisida Payg'ambar alayhisolamning hadisda ko'rsatilgan bo'yicha shu oy bilan eng uchak yulduzning o'tiridagi bir fazilat. Shu farqi bor. Rasululloh hatto uzulan sahobalarning o'tirisidagi farqni solishtirib, men bilan deydi Rasululloh. Aranglardagi eng to'n sahobaning o'tirisidagi farq. Payg'ambar kim, u eng to'n sahoba kim? Çünkü alim demek qiladigan her ishning cho'ng to'ngpishi hammasininki natijasini bildigan, oqibatini bildigan va shu qadamni o'ylab dasaydigan odam. Abidchi qarisiga. Yani atrof jamiyatda qanday bo'lsa, shu ishga mangadigan. Hamda davomliq yaxshi damlar ko'p sonliqni egallamaydi jamiyatda. Bunday ahvol ostida abidninki xatolish ehtimoli ko'p bo'ladi. Ama alim dünyada yalğız qasımı üzük kitiyotgan haqiqatda mustahkam turadi. Bu noktadan alim bilan abidning o'tirida osmon zimin farqi bor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezina amanu atiullaha ve atiur rasula ve ulil emri minkum. Bu ayetteki ulul emri kimler? Ne murat? Ulara itaat qilish vacib mi?
Ayette Allah subhanahu ve taala ati'ullaha ve rasulahu. Allah'a ve Allah'ın Resulü itaat kılındı. Sur Enfal'da mı bu ayet? Enfal'ın 46. ayette. Sur Nisa'nın 59. ayette hazır size okuyatkan ayette mi? Ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum. Qarındaşlarımız bu şeyde kıskışı desek, Allah müstakil şeriat sahibi. Allah'tan kelgen her qanday buyruq bizning üstümüzge icra qilishga tegishlik bir buyruq bo'ladi, vacib bo'ladi. Rasululloh mu Allohdan kelgan buyruqni bayon qiluvchi bo'lishdan boshqa mustaqil shariat sahibi. Ya'ni Rasulullohning hadislari Qur'onda kelgan ta'limotlarni bizga bayon qilib berishdan boshqa Qur'onda kelmagan ma'lumotlarni qanday qilib berdi, bizga bayon qilib berdi. Oyatning oxirisida va ulul amri minkum aranglardagi ish egillari degan bir şekilde tilganadi, lekin bu mustaqil emas. Bunun da mufassirlarning izohlagan izohati bo'yicha va ulul amri minkum ikki xil kishilarni o'z ichiga oladi. Birisi olimlarni, yana birisi hokimlarni. Hokimlar bilan olimlarning bu yerdagi o'rnining munosabati qanday desa, olimlar yo'l ko'rsatuvchi, hokimlar ijro qiluvchi. Xuddi navbatdagi kunimizdagi atrofimizdagi davlatlarda qonun chiqaruvchi organ va ijro qiluvchi organ deydigan. İki organ bo'ladi-ya. Aynı oyatdagi ulamolar va hokimlar degandagi ulamolar bilan hokimlarning roli birisi masalalarni Allohning, Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha musulmonlarning manfaatiga uyg'un bir shaklda o'tirg'i qo'yadi. Prinsipni o'tirib qo'ydi. Prinsipni o'tirib qo'yadi. Sizidi, xarita hozirlaydi. Hakimlar, yani Müslüman hakimlar bunu qanday qiladi? İcra qiladi. Endi musulmonlar mushularga itoat qilishi Allah'ın Resulullah'ın buyrug'iga xilof kelmagan ahvol ostida vojib. Agar favqulodda oyatning oxiridagi mazmun, favqulodda bu yerda bir xohishning keyniga kirib ketish ahvoli bor. Aniq prinsipga zid kelish ahvoli, mayli olimdan chiqsin, hokimdan chiqsin. Bunda ahvol ostida hech kimninki Allohga asi bo'lib turib, mayli u qanchalik olim bo'lib ketsin, qanchalik hokim bo'lib ketsin, uning itoat qilish majburiyat bo'lmaydi. Aksicha normal nimani saqlash kerak? Asli prinsipni saqlash va chunki oyatning oxirida da'atalash bo'lib qolsa, Allohning rasuliga qaytaringlar bir ifodasi bor-ku. Ya'ni manba bizningki aylanadigan nuqtamiz qaysi bo'ladi? Qur'on bo'ladi, hadis bo'ladi va buningdan halqagan bir şekilde başkalarına nima qilish yo'q, itoat qilish yo'q. Ya'ni diniy e'tiqod aloqada bo'lgan masalada ulamolarga itoat qilish mustaqil bir itoat bo'lmasdan, balki Alloh va Allohning Rasulining itoatiga bog'liq bir itoat. Ya'ni men suhbatning beshida deganim shu. Bu yerda mustaqil itoat qilgudek uning hech qanday muqaddasligi yo'q. To'g'ri. Olimlarning muqaddasligi yo'q, mustaqil. Olimlarning bizning hurmatlashimiz, itoat qilishimiz shaxsiyat uchun emas. Bular faqat Allah'ın Resulü'nün buyrug'ini bizga yetkazguchi bo'lgan nuqtadan bizga davatgan gaplarining, ko'rsatayotgan yo'lning Allohning Resulü'nün yo'li bo'lganligi nuqtadan ergashimiz. Ya'ni biz ergashayotgan nuqta agar bulda tepilmay qolib qolsa, bu bizga nisbatan odatdagi odamdan hech farqlanmaydigan odam. Yana bir oyatda Allah subhanahu va taolo fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deydi. Agar inson o'zi bilmaydigan bir masalaga duch kelsa, olimdan so'rashga buyurildi. Nima uchun? Endi misha kelgan vaqtda men biroz adabsizlik bo'lishi mumkin. Xo'sh. Ulamolarımızga mushu oyat nuqtasida turib bir fikr, taklif, ya'ni bir diniy o'quvchi bo'lish sifatim bilan birish to'g'ri keladi. Qur'oni Karim bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar dedi. Yani bunu nima uchun men buni hozir deyish bu temaga kirma desizlar, chunki bayatning suhbatimizning 5-da chiqdi. Hozirmi az ilgari sizlar so'radilar, ulamolarning shaxsiyat masalasi. Chunki insonda shunday bir ahvol bor. Bir inson jamiyatda ma'lum o'ringa ega bo'lib, ma'lum bir maqomga sahib bo'lgandan keyin mayli olim bo'lsin, boshqa har qanday odamda tepilgan ahvol. Insonda azroq tug'yon bo'ladi. Har qanday insonda bo'ladi. Çünkü biz avamlık ta'kidlab atqanimiz insonning shaxsiyati emas, etmayotgan prinsipi. Prinsipdan halqiydigan ahvollar bo'ladi. Mush ahvol olimlardan topiladi. Tarixdan ruhun qitim kiraglik. Ko'p sonliq ulamolarimiz
asli o'zining vazifasidan chiqib ketmay mangan bo'lsa-mu, ammo ancha muncha o'zining shaxsiy nafsi yoki huquq yoki ko'z oldiga kelayotgan ba'zi xim xatardan saqlanish uchun prinsipdan qana qiladigan, chetnaydigan ahvollar bo'ladi. Yoki yuz obro'y, jamiyatdagi maqom degandek. Chunki mening suhbatning beshida tushundirganim bo'yicha olim ulamolar jamiyatni o'zining kallasidagi Qur'on, hadisdan olgan tushunch bo'yicha yetaklaydigan shaxslar. Her daim iş on gelmeydi. O kadar sınav kılıdı ki, bazı hakimlarının besimi kutuş kılıdı. Bazı cemiyetinin red kılışı kutuş kılıdı. Peygamberlerin tarihinde mı bekrelge ahvallah. 950 yıl kişilerini doğru yeteklep, kendine egeşke adam yüzüne eşmeğen peygamberler var. Nuh Aleyhisselam'a okşar. Hatta hadis tasvirlendiğine dek, kıyamet günüsü kendine bir mi egeş küçüsü yok peygamberler oldu. Bizim peygamberimizin misal alsak, Mekke devrinde 13 yıl yaşlıkı davet kılışı yolunda kendine ergeçken adam 200-300. Mesela. Alim mutlaka muş iş kutuş kılıdı. Hatta özü ortağı koygan, mesela cemiyette bir xil millet uxmadı, ümmet uxmadı, bir Karbala, yoki milletning çekilişiyotgan, tügüşke qarab ketayotgan bir ahvol var. Ortağa chiqqan bir alim bunu o'tirg'a qo'ydi. Hey xaloyiq, hey ummat, hey millat, sizning kelgusining qorong'u, ma ketayotganing xato rad qildi. Chunki ko'pincha islohotchi qanday vaqt o'tirg'a chiqadi desa, jamiyatda xato ishlar to'g'ri deb qabul qilinib ketib qolgani chiqadi emasmi? Qabul qilinib ketib qoldi degan gap, olimninki to'g'ri yetaklashni anda oson qabul qilmaydi. Shu vaqtda olim tek yolg'iz qilishi mumkin. Jamiyatda tashlandiq bo'lishi mumkin. Hech kim qabul qilmaydigan bo'lishi mumkin. Bu ahvollar bor. Ba'zida jamiyatdagi hurmat, jamiyatdagi maqom olimni ba'zi ishlardan qiyishga sabab bo'lishi mumkin. Qiyishga. Ba'zida hokimlarningki, masalan, siyosiy arboblarningki besimi olimni o'z prinsiplaridan chiqishga qanday qilish mumkin. Shunda vaqtda olimning vazifasi nima bo'ladi desa, o'zining hayoti badliga, o'zining davatgan gaplarining rostligini isbotlash to'g'ri keladi. Mazhab imomlaridan bir nechasi uniki. Nurg'un o'rnaklarimiz bor, bek ko'p misollarimiz bor. Suhbatning vaqt munosabati bilan biz uni hemen akab bo'lmaymiz. Bir olim halokatga ketib qolgan o'zining millatini qutqizish uchun o'zining fikrining to'g'riligini o'zining hayoti bilan badal o'tab turib isbotlaydigan bir jarayon bo'ladi. Bu olimning vazifasi hamdi. Endi shu olimlarimiz o kadar mesela tarixdan bu yan bizning 80-yillardan keyin xususan men uning oldidagini bek bilib ketmayman. Kitaplarni o'qigan bo'ldim. Ammo o'zimiz hayotimizni yashab ko'rgan ahvollarda bizning olimlarimizning ishidimi o'zining hayoti badiliga millatga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan nurg'un nimalarimiz bor, o'rnaklarimiz bor. Endi mushu ulamolarimizninki gap boshqa temaga sal chiqib ketib qolgan bo'lsa-mu, munosabat bilan uzrab ketib qoldi. Asl temaga qaytsak, ashta masalan bu yerda biz misol oldik qo'jiq narsalarni. Shuning qatorida ijtimoiy jamiyatda hurmat favqulodda eshib ibodatni deganimizdek olimning shaxsiyati muqaddaslashadigan, og'izdan chiqqani hisob bo'ladigan va ummatning har ishini mushu olim qila oladi deydigan bir holat shakllanadi. Mana intayin muhim nuqta. Hem şu alim deb atalgan şu kişinin kallasıdımı, men bir alim bo'lg'achqa, hamma ishlar mening bilgandek bo'lishi kerak. Hamma ishlarni men hal chorasini qanday qila olayman, topa olayman deydigan bir nuqta shakllanib qoladi. Shakllanadi. Bugunmi bor? Xuddi hamma ishni alim qila oladiganidek, ya unda ish yo'q. Hatta mush olimlarga Qur'on, siz o'qigan oyatlar nasihat qilib deydi. Fas'alu ahla zikri in kuntum La ta'lamun. Alim inson hayotidagi har sohadagi kishilarga shu sohani qanday qilishni o'rgatadi, qaysi yo'lda turib qilishni, ammo u ishning ichidagi tafsilotini o'rganmaydi. Bu aniq olsin. Masalan, biz diniy masalalarga duch kelsak, mening demoqchi o'g'lim shu. Masalan, Payg'ambar alayhisalom Madinaga keldi.
Medinlik kişiler şu vakitte hormonu birisi çanglaştırıyordu. Adı başka bir yolda yok bunda ahval. Benim bilişimce. Resulullah bir soğuduldu. Neymiş bunda kılsa dep. Bunda kımsanlamamdı dedi mesela. Normalde bizim bazılarına kımsanlı kanal dep sorayımız ya. Bu sahabeler şu vakitte o Resulullah kımsanlamamdı degendeki deplam hemen kop koydu. Kileyiz bomba o. Resul alanmadı. Resul alanmadı. Ya Resulullah sallallahu kımsanlamam dediler. Rast qımaptık bomba dedi Resulullah şu vakitte dünya işlerini nasıl obdan bilirler. Bu qanday mesele şu prinsip nimani ifadelaydi bilemmi şu vakitte? Şunu ifadelaydi o ki alim aşpazlikni o'qimaydi. Sayni qanday qo'rishni, cho'pni qanday silishni o'rgatmaydi alim. Balki aşpazlarga ma xalqqa pokiz tamoq va halol va napak narsalarning xalqning geliga kirib ketishdan saqlan. Buni o'rgatadi. Bir binokorga 2 qavatni manda solsa, 3 qavat binoni manda solsa, uni o'rgatmaydi alim. Belki sağlam binalarında kişilerin hayatı tehdit tutulduğun derecede sahtipazlık kılma. Allah'tan kork. Kılan işinin hakkını ve bunu ögüdü alim. Bir alim bulup kağallık olan hem işini bir iş unutayın. Hatta peygamberimiz de duyuyor da. Dünya için uzağına bilirsildi. Şunun katarı da. Bir alim cihatının ahvalini biliyordu. Şuna mı ya? Cihatның pəzilitini bilirdi. Hükmünü bilirdi. Kişilerini cihatga qiziqtirdi. Lekin mujahidlar qiladigan ishlarning tartibining ichki ahvolini, uslubini o'qimaydi. Buni o'qish uchun agar olim yo'q, men bu to'g'risida gap qilish huquqimga egaman, deyish to'g'ri kelib qolsa, shu ishlarni o'rganish kerak. Meydaga o'rash kerak. Tafsilotini o'rganish kerak. Bo'lmasa prinsipini deparalaydi. Bir olim siyosatga aralashish uchun, siyosat babida Allah'ın Resulü'ne xıyanat qılma. Ümmetinge, milletinge qanday qılma xıyanat qılmayın. Satma milletini, ümmetini satma, devletini satma deyileydi. Siyasetinin içki ahvalıga aralış üçün öğreniş gerek. Ama öğrense işin bu olmaz. Öğrense tabi hava nimet. Hem alim, hem siyasetçi. Hem alim, hem mücahid. Hem alim, hem yeni bir kesibinin ilgisi. Mesela burunki vaxtlarımızda bizning kichik vaqtimizda jiqda hozir ko'p yo'q. Ustoz ulamolarimiz ko'pincha vaqtda Uyg'ur milliy tibobat bilan shug'ullanadi. Hem alim, hem tib masalan, ikki kasb. O'rgansa ishim bo'lmaydi. Inson har qanday narsani o'rgansa qilsa bo'ladi. O'rganmasa qilsa bo'lmaydi. Mujdan qatorida Qur'on ajoyib go'zal bir buyruqni berdiki, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Siz so'rgan savol shu. Yani bu ulamalığa nispeten o kadar bir signal. Bilmeydiğin saharengi kirme. Mesela bir alim deb atalganlık için ma'rifning içindeki tafsilotga aralası bulandı bo'lmaydi. Bilsa aralası oldu. Bilmese aralası olmaydı. Mesela deyli ma'rif bir milletninki kelgüsideki ahvalini ko'z tutib berildigan bir tarbiya. Bugungi ma'rif bugun uchun emas. Belki 20 yıl, 30 yıldan kim radıyallahu anhu deydi ya, ballarınlarını neye terbiyelanır deyip. Kelgüs için terbiyelanır. Çünkü o sizler yaşayan zaman demez, kelgüs yaşaydı. Bir alim cemiyet, alim boğalık şunlar, mağrıbqa bir milletinin kelgüsü, takdirini belgileydiğen bir işqa, kiriplam, kol tıkıplam, arlasa, xuddi bir alim ben alim deyiplam, operasiya yaxın yatqa adamın qışığı kiriplam, kolgu bıçaq ne yaplam, operasiya yaxın oxşaş. Onda digerlikimiz, arlaşmasın digerlik emez. Bilsin arlasın. Her qanday sahani biz başına ahir davatımız insanda bir iqtidar var. Allah yaratgan ögünüş. İnsan ögənsə hem işini qıla alaydı. İnsan ögənsə hatta bugün insanlar yaşardın çıkımız deb dava qılatı diye mesela. İnsanlar o kadar nəslini yasadı mesela ögünüp. Ögənsə işini qıla alaydı. Tamam ögənsin kirsin. Bir alim ma'rifni ögənsin, işe kirsin. Bir alim cihatını ögənsin, işe kirsin. Bir alim siyasetini ögənsin, işe kirsin. Ögənmegen təqdirdə Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. O zaman mesele dünyalık işlerde olsa ehli zikri kim o anda? Her işinin ehli. Kesb ehli. Yani alim üzünün bildiğin sahasida unutuluq joyi qildi olsun. Yeni bir sahaga kirmen deb da'vo iddia qiladigan, o'rgansin, ehli zikri olsun, qilsin. Razı olsun. Masalan, ko'pincha bunday ahvollardan bir misol olsak, kasalla ro'za tutmamdi.
Alim akabliginde, qarabliginde, tengib qo'ygan tengiqning cho'ng kichikligiga qarabliginde, mavga ro'zisi bo'ldi. Unda ish yo'q, doktordan so'raydi. Bu ro'z tutsa, kesiliga daxl yetem deyatmamdi. Yetidi. Masalan, ishonchlik doktor bo'lsa. Tamam. Ro'z tutmaysa, iftar qilsa, kin saqlaganligini tutsa. Kesiliga ro'zisi daxl etmaydi, ro'z tutmaysa. Shunga o'xshaganlar bir masala. Ulamalar o'zi bilmaydigan sohada Qur'onga amal qilish kerakki, ahli zikrdan qanday qilish kerak, so'rash kerak. Endi bu yerda eng oxirida xulosalaydigan nuqta mush deymida. Bir odamning jamiyatdagi olimlik o'rni o'sib ketgani, jamiyatning hammasining o odamni e'tirof qilgani, o odamning o'zi biladigan va bilmaydigan butun sohalarda hokim ekanligini ifodalamaydi. Balkim olim biladigan sohasida hokim, bilmaydigan sohada biladiganlarni qanday qilish kerak, so'rash kerak. Qur'onning hukmi bo'yicha. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hadis şerifte el-ulema varasatul enbiya ve innel enbiya lem yuvarrisu dinara ve la dirhama innema varrasul ilma femen ahazahu ahaza bihazzin wafir. Bu hadis ilmning pul maldan afzal ekanligini ishorat qilamdi. Endi hadis burun qanday tushuntirilgulik desa bilim pul maldan yaxshi deb tushuntirilgulik bu ham bilan ini qo'g'oz qilmay bu nuqtaga kirmayman. Ammo men hadisdan biroz kengroq bir narsani tushunyapman yani. Yani bir millatning mavjud bo'lishi, bir ummatning taraqqiy qilishi ilmga bog'liq. Bir shaxs, bir millat, bir ummat dunyoda o'zining kim, nereden keldi, ne ketyapti, bu yo'lda qanday to'sal qilwa, düşmenin kim, düşmanların sana qanday to'sallik qiladi, düşmanda nim bor, senda nim bo'lish kerak ishlar, düşmanga qanday taqobil tursa, mush nuqtani bilishi shu ummatning nijotligining asosi. Dal ulamolar payg'ambarlardan mush prinsipni elib ummatga yetkazish kerak. Payg'ambar shuni o'rgatgan. Bir misol, bugun atrofimizda o kadar baydolar var. Yani iqtisod masalasidan bilim masalasi o'rtaga chiqdi ya. Pullarining soni yo'q hamda kunda neft chiqib turgandan keyin. Lekin o'zining neftligiga hujum qilingan kichkina ariflarni qana qilolmaydi, to'solmaydi. Bu yerda pul bor, bilim yo'q. Dunyoda 1 milyard 700 milyonga yaqin musulmon bor. Balki undan az ya ko'pdir. Çok farklı ama 1 milyardga yaqin musulmon bor dunyoda. Bütün neftler İslam dünyasının zamanında. Adam kuchi boyligi, iqtisodiy kuch boyligi o kadar ko'p. Ama İslam dünyası o'zini ustidan bombardimon qilayotgan dushmanlarga taqobil tura olmayapti. Bu yuqorqi hadisni bizga tushuntirib turadi-ki, payg'ambar olib kelgan narsa bilimdi. Ulamolar bilimni topshirib olgandi, ummatga shuni yetkazish kerakdi, ummat bilimga ahamiyat berish kerakdi. Bilim bilan inson azizdi, bilim bilan bir millat azizdi, bilim bilan bir davlat azizdi. Maalesef biz mush nuqtalarni tushunib yetolmadikmi, o'zimizga tatbiqlayolmadikmi? Islom dunyosida o qadar ko'p pul va iqtisodiy imkoniyat va o qadar ko'p odam kuchi va zaminning yuzida hozir eng zillatga eng xorliq duchor bo'layotgan millat biz bo'lsak kerak. Ya'ni texim yig'incha qilsam, pul, iqtisod gerçi muhim bo'lsa-mu, ammo aziz bo'lishning dunyodagi tub omili emas. Eng muhim narsa qaysi? Bilim. Bugungi dunyoda pulga bir narsa bermaydigan bo'lib oldi. Hatto dushmanlar eng muhim qurollarni nimaga ben pulga bermaydi masalan. Bunda qarab baqsaqlar bilimiz uni. Pulga satmaydi shular. Yani o'zi ishlab chiqara oladigan darajada bilim. Shuni kimga etishning, kimga atmaslikning yo'llarini bilgidek bir bilim bizda bo'lgan bo'lsa, hozir bu kunimiz hozirgi shaklda bo'lmagan bo'ladi. Olimning ta'lim tarbiya uchun fidokorlik ko'rsatishi ibodat deylamlarmi? Men bayatdan deb o'tmayman. Bu savolning javobini bayatdan chiqdi. Bir olim bir millatni tarbiyalash uchun, bir millatni ketayotgan bir xiyim xatardan balo qazanib qutqizish uchun o'zining fikrini hayot bilan bedel to'lab o'tish kerak. Buningda olimning fidokorligi eng muhim narsa. Alloh o'zining payg'ambarini boyashda aytdi. O kadar kengir mal dünya birvitalaydi.
Peygamberning quli orqali boshqalarga biroqlam bir qatimdilam yuz tugilab taqsim qilib oldi Alloh shundami ya? Xo'sh. Yuz tugilgan hozirgi pulda milliondan eshib ketadigan pul endi. Ammo Payg'ambar alayhisalom hayotidan ketgan vaqtda o'zininki qurol yaroqlari xalqning qishida qarz olgan qarzining qarshiligida ko'radi qolib ketdi dunyodan. Rasulullohning o qadar fidokorligi, o'zi uchun hech nimani istamaganligi atrofdagi sahobalarga qanday ta'sir qildi bilanmi? Jon bergudek bir holat shakllandi. Ya'ni olim o'zining ashta fidokorligini isbotlay olsa, olimning atrofida turadigan nurg'un kishilar o'rtadi bor. Razı olsun. İnsanlar yanılıq məsələyə uçrab turayotgan bugünkidek kunda medialarda çoğun kiçik bolsun ya batıl ya şübhelik nərsəni həmmisi nəşr qılındı da. Bunu həməlin Facebook arqılıq olsun, WhatsApp arqılıq olsun, Instagram arqılıq olsun görüb turayotimiz. Moşunda bir muhitda endi haqiqiy olim bilan aşında pişin pasattırıyotgan alim atlıqlarını qanday farqlandırdı millet? Farqlandırış, ölçeş meselesinde mesela bir misal alayım. Siz bir dükkanğa kirillər bir rəxlər var. Xoş. Rəxlərinin qaysı qancha metr ekanligini ölçeş üçün sizdə bir metr bo'lish kerak. Yani ölçeydigan metr. Agar ölçeydigan metr olmay qolsa qanday qilinmaydi, ölçemaydi. Alimning olimlikni ölçeş üçün, şunu ölçegidek bir bilim bo'lish kerak. Ya men sualım mesela aşında bir sosyal medya WhatsApp'da aşında her xil söz, her xil fikirlerinki qaysi alimninki sözü her. Yani millet sezgir bo'lish kerak. Millet mi o'rganish kerak? Millet mi ma'lumotli bo'lish kerak ma'lum darajada? Olimni arg'udek darajada. Nima degan da'vat qilim shu. Qo'lda metr yo'q odam raqtning qancha metrni o'lcholmaydi. Uning boshqa belgisi yo'q. Bo'libmi bugünkidek qalaymaqan sildavatliya sosyal media deb. Hammadan o'zining maxfiy ismida kirayotgan, kimligi aniq emas, gapi qarasa, sir bir taraf o'ngdan qarasa to'g'ri, so'ldan qarasa nima o xato. Unda o'g'andikin buni o'lchash uchun shu millatning o'zining safosini ko'tarish kerak, bilim saviyasini ko'tarish kerak. Aslida bo'lsin, millat qanday bo'lsa, millat o'zining boshlaridan og'rinmasin, olimlardan og'rinmasin. Millat qanday bo'lsa, shu millatga loyiq olim chiqadi, shu millatga loyiq rahbar, lider chiqadi. Agar millat qobiliyatli liderga ehtiyojli bo'lsa, haqiqiy saf olimga ehtiyojli bo'lsa, o'zining safosini ko'tarsin, o'zining saviyasini ko'tarsin, shu vaqtda istigini chiqadi. Vaqtni qistab kelyotdi, ammo yana bir necha savol soruşum kerak. Buni qisqaroq qilib bir izoh berib o'tgan bo'lsizlar. Nima sababdan bugungi kunda ulamolar ba'zi shaxslarninki hujum obyektisi bo'ladi? Birinchi qilib, bunda bir nechta turli sabablar bor. Tabii, men birinchi sababni yana shu boshdan boshlayman. Suhbatning boshida deganimdek, olimlar biroz fidokor bo'lish kerak. Ba'zi ishlarga qarg'ulash kirmaslik kerak. Aniqroq degan vaqtimda. Chunki millat odatdagi millatga o'xshamaydi bizning millat. Boshqalarga o'xshash davlat yo'q, boshqalarga o'xshash makon yo'q, boshqalarga o'xshash bir qitim mag'lub bo'lsa, ikkinchi qitim takror sinash fursati yo'q. Oldimizda faqat birlam qitim o'zini o'xshab bo'lg'icha 20-30 yil ketib qoladi. Ya'ni tugishab ketish ehtimolimiz bor. Bunda zil paytda olimlar o'zining as hushini to'liq yig'ish kerak. Chunki oldimizda faqat bir qitimlam sinash fursatimiz bor. Undan ortiq sinash fursatimiz yo'q. Qandaqdir jamiyatdagi ba'zi gapimni biroz takrorlash to'g'ri keldi. Maqom bu shaxsiy manfaat bosh tufaylidan o'zi oxirini ko'rmagan yo'lga millatni boshlamaslik kerak. Oxir ko'rmagan yo'lning oxirisi hang chiqib qolishi mumkin. Millat agishdi olimga. Millat olimga agishib, shu olim deyilgan kishi haydigan mashinaga chiqdi. Ammo yo'lning oxirisi yo'q. Oldida hang mashina ketyapti.
millet bir mahaldan keyin qarasa, mashinada haydab ketayotgan şoför alim yo'q. Bu ahvolga olim diqqat qilish kerak. Chiqayotgan inkaslarninki mencha birinchi sababi bu. Ikkinchi sababi olimsiz millat olmaydi. Bir millatni shu millatning ichidagi o'qimishli kishilar, millatning kelgusini o'ylaydigan kishilar, millat nereden mangsa nerga chiqib, qaysi yo'ldan boshlab, qaysi yo'lga oyoqlashib oladi biladigan kishilar yetaklanmagan millat chiriq yo'q millatga o'xshaydi. Bayavonga cho'lga kirib qolgan millatga o'xshaydi. Dushman mushu nuqtadan millatni o'z olimlaridan qanday qilmoqchi? Ayirish uchun buningga nomsiz bir shakllarda, ya'ni internet bugungi kunda bayatında dedik, haliqi nomini qo'ymagan kishilar tarafidan qanday qiladi hujum qiladi. Bu bir ehtimol. Yana birisi, uchinchi ehtimol, hamda dushmanning qilganidan boshqa hamma dushmanga atqolmaydi-da. O'zimizning ichidagi o'zi bek ixlosman deyilsa bo'ladigan, ammo masalaninki oldi keyinni favqulodda qanday qilmaydigan, tushunmaydigan yashi kichik, qini qiziq qarindoshlarimiz yoki tushunchisi boshqacha bo'lib qolgan qarindoshlarimizninki favqulodda og'rinishi yoki favqulodda cho'ng umid kutib ketib, kutgan yerdan chiqmaslik tufaylidan ta'tiga o'riliblam o'lim Allohga qarata o'zininki qo'soq ko'pikini chiqarish, achchig'ini chiqarish, bütün ummatninki musibatidan o'lim Allahni mas'ul shaklda ayiblashi, savol qilishi, o'sha 3 sabab deb o'ylayman men. Mushu nuqtadan olimlarga qarata, o'lim Allohga qarata deydigan gapni bayatni suhbatning ichida ma'lum darajada dedim. Ammo oxirisida millatga qarata deydigan ikki og'iz so'zim bor. Osmon radhiyallohu anhu boshqalar tarafidan uyisiga muhosir qilinib, necha kun şehit kılınıp öldürüldü. Tabii ki sahabaların hiç kimden ayıplık olmaydı, haddimiz emez. Ama ümmet olur sübutumuzla, bir gavda olur sübutumuzla, Osman radıyallahu anhu'nun şu vaxtda qoğdumağanın bedelini ümmet ta bugünkü kadar qanaqatıda ütavadıdı. Bugün günde Diginimizdeki alimlar qo'yilgan bir qancha talabimiz var. Alimlar qo'yilgan o'lcham bor, vazifasi var. Ularning jani orqali bu ummatga yetakchilik qilishini, jani orqali yetakchilik qilish bir vazifasi var. Qarshiligida millatning, ummatning o'z olimlarini ko'z qarchug'ini asragandek asrash majburiyati var. Xatolasi ko'rsatsa bo'ladi. Yani o zaman Müslüman bir milletinin ölümalardan ayrılıp Alimsiz holatda mumkin emas yani. Nijotlik erishilishi asla mumkin emas. Cho'qim ummat mangadigan yo'lni, millat mangadigan yo'lni, yo'lda nada nimbalikni biladigan olim yetaklamasa, mina ko'milgan zaminga kirgan pat qo'ygilam o'xshaymiz. Minaga dast berishimiz mumkin. Cho'qim ashyaning to'liq haqiqatini biladigan bizga olim lozim va shu olimlarni millat o'zining jini bilan qo'g'dish kerak. Gapimni xulosalasam, biz ummatga, biz millatga o'zining davosida, o'zining bu ummatga, bu dinga qiladigan xizmatida jinini aymaydigan olim lozim va buni bilan najot topamiz va mushu olimni o'zining jini bilan qo'g'daydigan millat musulmonlar lozim va bu orqali najot topamiz. Agar ikki namoz kam bo'lib qolsa, bizning kelgusimizdan bak umid kutib ketgili bo'lmaydi. Allah razı olsun. 20 sekund vaqt biraz nima bo'lib qoldi. Mana shu millatimizga mana shu nuqtada bir ikki qiz oxirgi so'zlarimni o'limalarni va millat bilan o'limalarni orasidagi qanday munosabatda bo'lganligi to'g'risida 20 sekund bo'lsa. Balkim ko'nglimdagini bayatma degan shunday bo'lsa-mu, shu sizlar oxirida bergan 20 sekundda deydigan gapim o'limalar, olimlar ummatning olimi, millatning olimi, o'limalarni zoya qilish, olimlarni zoya qilish mohiyatda millatning o'zini zoya qilganlik bo'ladi. O'limalardan og'rinish, o'limalardan cho'ng umid kutishning o'rniga millat o'zidan og'rinishi, o'zidan kutish kerak. Chunki shu o'limalarni shu millat tarbiyalagan va mening millatga deydigan, musulmonlarga deydigan so'zim
Agar qilayotgan da'voyinglarda, mengayotgan yo'linglarda, ayblishinglarda va yoki har qanday gapinglarda rostchil, mush gapni rostchil olib qolsanglar, kutimiz inshaalloh aranglardan ummatga yetakchilik qilgudak, ummatni to'g'ri yetaklaydigan olimlarni chiqaringlar. Olimlarni millat chiqaradi. Millat qanday bo'lsa, shu millatga yarasha olim chiqadi, shu millatga yarasha lider chiqadi. Bir gap bor, bu hadis emasmi, aniq esimda yo'q. Mislama takunu yu'ammar alaykum. Odatda bir millatning ichidagi ko'zga ko'ringan kishilar shu millatning ichidan chiqadi. Millat qanday bo'lsa, shuning qarashini, ya'ni shuning natijasida u millatning boshqa chiqadigan kishilar o'rtaga chiqadi. Millat haq nohaq masalasi farqi aniq olmagan, mavqesi aniq olmagan millatdan haq nohaqni aralashtirgan zolim chiqadi. Adalet uchun jinni biradigan millatdan adil kishilar chiqadi. Adaletga tik tura oladigan millatdan umarlar chiqadi. Umar chiqadi. Ammo nim desa hadilgan galvon millatdan Fir'avn chiqadi. Sahobalar shunda sahobalarki bir ishi ko'ziga sig'masa yoki bir gapi xato bo'lib qolsa, mihrab ustidagi bir xalifaga bir ayol kishi o'rnidan qo'pab turib, "Ey Umar, sen bu gapingga itoat qilmaymiz" deyiladigan bir millat bo'lish kerak, ondan Umar chiqadi. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, Allah'ın muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyat nomli suhbat programmamiz ostida o'limalarning haq-huquqlari to'g'risida suhbatni bu yerda oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan suhbatimizning mehmoni ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman va Janob Allohdan yaxshilik tilayman. Va bu suhbatimizda hammamizga manfaatli qilib berishini Janob Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.